Assalomu alaykum. Tayyorlanishi juda ham oson bo'lgan, lekin qancha yeganingizni bilmay qoladigan shirinlikni birgalikda tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib idishimizga tuxumlarni chaqib solamiz. Ustiga shakar, ozgina vanilin hamda tuzni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Elakdan oppoqqina unlarni o'tkazib, ustiga razrxitil solib, bir xil bo'lgunicha aralashtirib, aralashgan massa ustiga mazali sutlidan solamiz. Men kalix sutlardan foydalandim. Sut yaxshi aralashgach, qolgan unni ham elab solib, bir xil xamir holiga kelgunicha aralashtirib turamiz. Bir osh qoshiqda o'simlik yog'i solib 1-2 aylantiramiz hamda xamirni xuddi shunaqa idishga yoki qopchalarga solib, quruq tovamizga xuddi shunaqa qilib quyib chiqamiz. Ustilari teshik-teshik bo'lishni boshlaganda, sekingina xuddi shunaqa qilib o'girib chiqamiz. Juda ham tez va osongina tez tayyor bo'ladi. Teglari ozgina qizarishi bilan laganga bo'shatib olamiz. Ustilarini xohlagancha mevalar bilan bezatib dasturxonga tortishingiz mumkin. Men yana qo'shimchasiga krem chizdan foydalandim. Bu krem chiz bilan yana ham mazali bo'lar ekan. Bolajonlar uchun qiziqarli bo'lishi uchun xuddi shunaqa sixlarga terib chiqdim. Bu ham juda ham o'zgacha ko'rinishda bo'ladi. Ustiga endi xohlagancha shokolad eritib qo'yib, dasturxonga tortamiz. Ishoninglar, qancha yeb qo'yganinglarni bilmay qolasizlar. Meva, shokolad hamda krem chiz bilan bu pankekchaning mazasi juda ham o'zgacha yoqimli ishtaha.